Salman qanday ahvol? Yaxshi. Siz Toshkentning Mingshondoshi soldingiz maqdan. Endi shu Mingshondoshi bo'lish tasmika. Bekteski. Masalan, qanday edi? Mening vaqtim eng qiynalgan ishim o'sha o'quvchi bo'lish Toshkent o'sha xizmatni menga telefon qilib topshirdi emasmi? Müştə deb barlıq ballarını həmdinlikini yollab, naqşları bir-birdə anlab çıxıb, işğanda oturub, neçə gün vaxt sərf qılıb. Bunların qrupa bo'lgan bir qiynaldım qara. Ovozi birga ekanmak, bularning kuyini birga ekanmak, ondan so'ng qiziqal bo'lgan ekan ba'zilari. O jihatdan bir qiynaldik. Anadan keyin o'sha naqsh tepish jihatda, naqsh izlash jihatda bir qiynaldik. Anadan keyin naq maydonda rasmiy musobaqa tushgan o'sha bugungi kunda sahnada tanlash to'g'riliq bir qiynaldi. Adam tanqislik qilib, ishkillab, yonig'i chidamay, yomonig'i chidamay, amon yo'q musobaqa bo'lgan ekan shu. Hammasiniki shu iqtidorga qarab, talantga qarab tanlaydigan gapga. Shu endi Ipak yo'l sadosiga endi sizning olmaydi degan ikkinchi qitim qatnashsangiz. Hisobda. Birinchi qitim bizga jabing oldi-ku. İkinci qitimda arzu yetakchi. Bu araliqda sizga o'sha Ipak yo'li ta'sir etdi. Ipak yo'l sadosi sizga qanday eng yaxshi ta'sir etgan bo'ldi? Ipak yo'lniki menga eng ta'sir qilgan yeri nima degan vaqtida, o'sha jamiyatga nurg'un fursat yo'q bolalarga. Bular talanti bor, ovozi bor, o'zining shunda tirishqisi bor. Ular o'sha mushtaqa sahnaning yo'qligini necha vaqtdan beri ko'zga ko'rinmayotdi, ham o'ziga rag'bat bo'ldi, bir sahnaga chiqolmayotdi. Ipak yo'li chiqqaniga yaqin mana maqadim 6-qarorni suratga mana o'tiribdi. Mushu 6 qarorni hammasini ko'rganda shuni his qildimki, mushu jamiyatimizdagi nurg'unlagan talantli san'atkorlarimizni ko'milib qolgan kelgusidagi masalan umidbor bolalarimizmi o'sha Ipak yo'li orqali o'zini namoyon qila oldi. Hisobda Ipak yo'li bizniki mushu madaniyat san'at ishlariga qo'shgan tuhfasi bek zo'r. Men ama bayatdan yurak so'zlarim batdi diyemedim sekunda mana yaxshi fursat bo'ldi demoqchi hozir. Chiqib ketgan olti o'quvchimiz nachar emas. To'g'ri. Chunki ular oldingi qitim Tosh Mehmet ustoz o'zi bir qo'llab, xillab olgan o'quvchilar emasmi? Shunga vaqtdan musobaqaning jarayoni shu. Qoida tuzum shu bo'lganlikdan, amalsizlikdan biz endi shu keyingi qadam bosqichiga natija bizning guruhning natijaga erishtiradigan umid borlarini biz buda cho'qim oxirigacha jang qila oladi, hal qila oladi, butun masala degan o'quvchilar ib qoldik, lekin qolgan o'quvchilar nachar deganimiz emas, ularni bektirishdi. To'g'ri. Garchi biz bu musobaqada o 6 oylik qolgan bo'lsak-mu, biz buningdagi yana tepishib, ular bilan o'sha guruhdagi oshib bolalar bilan hatto bundan burishlangan bolalar bilanmi yana izchil shu san'at ishlar jihatda, o'sha kasbimiz jihatda izchil hamkorlikni saqlab kelamiz. Sizga rahmat. Rahmat.